Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bizning YouTube'dagi obunachilar, tomoshabinlar, xullas, Xudoning fazli bilan ancha-muncha joylar reklama qilib sotilishini sababchi bo'ldik, lekin bu arkamda turgan joyni reklama etaman deb sira o'ylamaganman. Sababi bu yurtdan joyimizni yaxshi niyatlarda yashimiz deb o'zimiz uchun qurdik. Lekin hozir ayrim sabablarga ko'ra, Xudo xolasa yaxshi niyatda sotyapmiz. Sababi bu joyni biz ag'am uchun salganmiz. Shu ag'amni hozir Toshkentga ko'chganlar, shu ag'amga joy olacakmiz Toshkentda. Shuning uchun Xudo xolasa bu yerni sotacakmiz. Shunday ekan, sizlar esa asta obzor qilib o'taveramiz. Sizlar ham asta o'rnashib yurib ishda davom qilaverasizlar. Xullas, hurmatli obunachilar, joyimiz 30 sotikda joylashgan bo'ladi. Adresimiz To'proqqal'a Qirda 50 metrlikda joylashgan bo'ladi. Telegram kanalimizga kirsangizlar, Telegram kanalida to'shni lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Asta girib keladigan bo'lsa, ishida darvozadan girishingiz bilan kattagina mashina qo'yadigan garajimiz bo'ladi. Bu yerda bir 2 mashina polni sig'adi. Keyin doğru o'taversangizlar, Xudo xolasa bu tarafda bog'ni o'tib ketaverasizlar. Bog'ni yo'rtisini atizam kattagina aytib, bir chiroyliroq aytib, sizlar harakat qilganmiz. Xudo xolasa o'zimiz yoshimizdan niyatda atizlarim akam o'zlari e'tibor etib parvarishlaydilar. Kelasadan noychiga asosan ekib beraverasiz. Xudo xolasa yana mevalarni ham asta ekib boshlaydilar akam. Ko'gartirib, xullas 30 sotikda joylashgan bo'ladi. Hozir sizlar ichon taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Bu taraflari biz addin solvadik. Kuxnya, banilari keyin addini solvadik. Hozir Xudo xolasa bu yerni ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, Xudo xolasa narxni aytib o'tamiz, narxlar, ishqanat narxlar. Shuni gelsangizlar. Kimdir aytishi mumkin, bu deyish mumkin, lekin oxirgi vaqtda sho'rni addini solindi. Sho'rni o'zini 25 mingdan ko'p ketdi. Bu yerda ish yipratcha. Bu taraflari kuxnya, banya salsazda bo'ladi. Zo'r chiqadi. Plan bilan salon turgan joy, asosiysi plan bilan salon turibdi. Keyin bu yerni o'tadigan bo'lsak, bu tarafdan kelsangizlar ham bo'ladi, ko'chaning tarafdan kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Gidolarga kelasa, depa bo'ladi ekan. Chiroyli qilib. Keyin eshikdan kiraverishingizda o'ng qo'lingizda bir dona mehmonxonamiz bor. Kichikroq mehmonxona bo'ladi. Bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Keyin sizlar yana bir narsa aytib o'taman. Kimdir qilaman desa, bizlarda ustalar depopol qilgan vaqtida ishida bir kichkina joy zat ketdilar. Bu patinka qo'ygan joy bo'ladi. Sababi bir uyga kelganingizdan keyin o'zingizdan patinka qo'ygan olishingiz kerak-ku. Ham patinkalaringizni buning ichida qo'ygan bo'lsangiz, birinchidan joy ekonom bo'ladi, ikkinchidan akkuratni turadi. Keyin dalash o'tib keladigan bo'lsak, mehmonxonamizning bu taraf qismida ishida spalni uchun joy tashlab ketilgan. Ota-onalari Xudo xolasa chiroyli spalni qilib beramiz degan maqsadda ishida bir xona qilganmiz. Keyin bu taraf o'tadigan bo'lsak, bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu yerni bir spalni atalsa deb qildik, Xudo xolasa. Buning yonboshida yana bir shunday xonamiz bor. Keyin bu yerda ikki xona o'rtasida bir dona dik pech qurilgan. Havo. Her ehtimolga qarshi endi biza o'zimiz gaz yo'q joyda katta bo'ldik-da. Xudo xolasa bu yerda gaz tamom bo'ladi deb o'ylamaymiz. Endi har ehtimolga qarshi kerak yo'q qoladi deb maqsadda qilib o'tdik. Keyin bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu xonamiz arka xonaga nisbatan sal kengroq bo'ladi. Keyin mana zal o'tamiz. Zal o'tsangizda, hurmatli obunachilar, ishdan kirib keladigan darvoza bor, ko'chaning tarafdan. To'g'ri, erkaklar keladi, ishida o'tiradilar. Bir erkeklar uchun qilingan, aran tarafda kichkina zalimiz xotinlar uchun qilingan. Bu yana ko'chaning tarafdan girsan ham bo'ladi, bog'an tarafdan girsan ham bo'ladi. Masalan, yoshi do'rashmalar bo'ladi, boshqa bir xalqlar bo'ladi, Xudo xolasa. Shunday vaqtida erkaklar ovqatlari shundan akkillaveradi, to'g'ri. Bu yandan xotin xalashlar arasida aralashib yurilmaydi degan maqsadda plan bilan sanalgan joy ish qilib. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, 55 ming dollar deb turibmiz. Xudo xolasa kelishamiz. Nola qoladi, nola ketadi, uni Xudo xolasa kelingizda gaplashib olamiz. Siz o'ylagandan ko'ra ko'proq narsa bu yerda qoladi, hurmatli obunachilar.